varianti. Men bu do'konni yaxshi ko'rishim sababi mahsulotlari original. Bu Keyinchalik mahsulotni ko'rinishdan qanaqa farqlash mumkinligini yarim kilolik beravering. Hop, serious emas. Vazn olmoqchi bo'lgan insonlar uchun ajoyib yechim. Kofe. Bu yangi brend, hali bilmayman. Yevropaning Dietech brendi. Bittasini ko'rsataman sizlarga. Amino 4.2 hamma yaxshi bo'ladi. Juda bir sevib qabul qilinadigan narsa, ya'ni amino kislota jamlanmasi. Bunga yaqinroq amino kislotani topishni ko'rsataman. Buni har doim topib bo'lmaydi. Juda kamdan-kam do'konlarda bo'ladi. Mana shu narsani sizlarga yaqinroq variantini ko'rsataman. Ha, aytgancha, boya birinchi videomda ko'rsatdim, ya'ni videoni boshida to'g'riroq ko'rsatdim. Animal Pack Universal Nutrition firmasini Animal Pack'ini Black Pack deb o'shanga yaqinroq yoki bo'lmasam hozir ukamiz aytyapti, undan ko'ra yaxshiroq variant deb aytyapti. Buni ham sinab ko'rish kerak. Ko'rinishi ham ajoyib. Bu Appleit Nutrition firmasiniki ekan. Men hozir aynan shu firmani mahsulotlarini olgani keldim. Bu firmani O'zbekiston distribyutori Atletus do'koni. Shunaqa. Menga kerak. Hop. Bitta porsiyada 24 gramm oqsil, shakar yo'q, 1.9 gramm uglevod va kaloriyasi 107 kilokaloriya. Bu vazn tashlamoqchi bo'lgan yoki bo'lmasam faqatgina go'shtni o'zini o'stirmoqchi bo'lgan insonlar uchun. Men hozir vaznimni oshirmoqchiman, shuning uchun kaloriyasi va uglevodi yaxshiroq bo'lgan. Ha, keyin aytgancha bunda halol sertifikati bor, halol belgisi bilan. Hop, buni tanladim. Hop, ketdi. Kreatin olaman. Faqat shu kreatinni ichaman. Sababi rostdan ishlayapti bu. Hop. Endi xo'sh, menga amiguch kerak. Sababi kurs boshladim. Kurs qilayotgan paytda, ya'ni tanaga tashqaridan sun'iy gormon kirayotgan paytda uni zararli joylarini olib turish uchun, ya'ni uni tanaga muvaffaqiyatini kuchaytirish uchun amiguch обязательно ichish kerak. Amiguch qilamiz. Xo'sh. Bo'ldi, bering mana shuni. Kalla berdilar o'sha. Hop. Ahamiyat beringlar. Asosiy narsalarni tanlayapman. Protein, kreatin, omega 3 va hozir kollagen olaman. Sababi massani bor boshlaganimizda o'sha aytganim steroidlar bilan kollagen yuvilib chiqib qolishi mumkin. Ya'ni suyaklar bilan sochga, teriga muammo bo'lib qolishi mumkin. O'shani o'ylagan holatda Dietech firmasi kollagenni olyapman. Qimmat firma, lekin ishlaydi. Yaxshi firma. Xo'p, yana nimalar qo'shsa bo'ladi buning ichiga? Meni hozir pulim cheklangan bo'lganligi uchun faqat shu. Endi yoniga qo'shish mumkin bo'lgan narsalar sink обязательно qo'shish kerak. Ya'ni o'zimiz ham собственный testosteronni doimiy to'g'ri balans ushlab turish uchun sink qo'shiladi. Akaga qo'shilsa nursiga alonim sababi pump holatini, ya'ni muskullar hajmining birdaniga kattalash holatini akaga, ya'ni arginin beradi. Ko'rayotgan bo'lsanglar, mana Appleit Nutrition firmasini
mahsulotlarni ko'rsatyapman. O'sha uzoqda. Hop. Yana qo'shish mumkin bo'lgan narsalar. Ha, albatta multivitamin qo'shish kerak. Men просто yaqinda vitamin olganligim uchun vitamin hozir kerak emas. Multivitamin qo'shish shart lekin. Va men multivitamin kerak bo'lsa tanlagan bo'lardim. Yo, Biotech firmasinikini, bo'lmasam Epley natijasida. Biotech firmasi juda ham ishonchli firma. Bu ham ishonchli, ham arzon. Shuning uchun shu firmani tanlagan bo'lardim. Xo'p, bo'ldi, mahsulotlarim ma'lum bo'ldi. Endi hisoblatamiz. Shu bilan let's go uyga.